tuyoqlari ajragan. Yashurdan tuzalganiga 20 kun, 1 oy bo'lganini abzatning tuyog'ini olinglar. Bu ham uncha oqsamayapti, lekin buni tuyog'ini olmasa, ichiga orasiga go'ng to'lib yara paydo bo'ladi. Mana olish kerak buni tuyog'ini. Buni ajrab ketgan. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, oxirigacha ko'rib tursanglar, qanaqa dori qo'yishimizni ham polni retseptini aytamiz. Nima qilish kerakligini. Hozir buni olamiz tuyog'ini. Mana yarasi bor ekan, bunga hozir mas qo'yamiz. Mana. Bu mazimiz ichida Bevankol bor, Asoda 3 bor, Petraskining parashoy bor, Izabella mazi bor. Hammasini aralashtirib, ozgina mednik poros qo'shib orasida ko'p qo'shsanglar kuydirib qo'yadi yarani, bitmay qoladi. Hammasini aralashtirib, shunday yaralarga qo'ysanglar tezroq bitadi. Bunday hollarda albatta mollarda istaxassiz bo'ladi, ko'p yotgani sababli immunizatsiya preparatini qo'llaymiz. Mushak orasiga 10 millidan terib olamiz. Veterinar akalarga ham tavsiya qilamiz immunizatsiya.